Bittalar ushlab ko'rsatayda. Buni qara. Buni qarasang. Akalar. Mana. Tishini ham ko'rib olamiz. Mana hali to'qli-da bu. Hali to'qli. To'qli jonivor. Hali ikki tish bo'lguncha bu yana shuncha bo'lsa, mana shuncha bo'lsa. Endi nima desam bo'ladi? Qo'yga nisbatan yengil bo'ladi. Mana shu to'qliga nisbatan yengil. Juda sifati boshqacha, mana 40 narsa o'zi ko'rib turibsiz. Yengil qilib beraman narxini. Yasha. 20 bosh akalar, haqiqiy hisori, xudolasa mana shunaqa akalar sog'liq deb ketgan to'qli qo'ylarimiz akalar sotuvga qo'yildi. Akalar xudolasa G'uzor tumanidamiz, Abbos akamiz oldiga yetib keldik. Abbos akamizda sog'liq qo'ylarni akalar baquvvatlarini ko'rsatgandik. Xudolasa endi esa akalar yoshidan akalar O'taboyga Nihol ko'chatidan so'raganlar uchun akalar to'qli qo'ylarni endi ko'rsatib o'tyapmiz. Realni akalar to'g'ri qo'ydi mana shunaqa holatlari, yaxshi suyaklari yirik, dumalari tikka baquvvatlardan olaman degan yurtdoshlar bo'lsa, kelaverasizlar akalar. Hamma turidan bor akalar. Xudolasa realni mana to'g'ri qo'ylarimiz akalar arzon narxda sotuvga qo'yildi. Hozir Abbos akamizdan mana shu qo'ylarning to'liq ma'lumotini so'rab tanishtirib o'tamiz. Realni qo'y olaman degan niyatda yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shunda akamizga chiqasizlar, bor barakada barakasini bosib o'raverasizlar. Abbos aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alhom yaxshi. Charchamasmi? Ishlar zo'rmi aka? Ming shukr, alhamdulillah. Xudolasa necha bosh qo'yimiz bor endi bu yerda aka? 20 bosh to'qli bor. 20 bosh to'qlimiz bor akalar. Xudolasa mana 20 bosh to'qlimiz bor. Bular necha oylik endi aka? 11 oylik. 11 oylik atrofi. 10 oylik, ana shunday. 11-10 oylik atrofi akalar atrofi bor. Bemalol sifatda turishi, bo'y basti holatlariga e'tibor beraverasizlar. Erta indin maza qilib qo'y qilishga kerak bo'lganlar. Ushlab ko'rsatayda. Buni qara. Buni qarasang. Akalar. Mana. Tishini ham ko'rib olamiz. Mana hali to'qli-da bu. Hali to'qli. To'qli jonivor. Hali ikki tish bo'lguncha bu yana shuncha bo'lsa, mana shuncha bo'lsa. Gap yo'q, xudolasa mana. Akalar gap yo'q. Akalar to'g'ri qo'ylarni endi noldan qo'y qilaman degan yurtdoshlarimizga tavsiya qilsak bo'ladi. 7-8 yil bemalol akalar qo'y sinov olsanglar bo'ladi. Atlas. Ilhom. Atlas. Muncha emas. Qarang. Super. Gap yo'q. Sifatiga qarang. Udar narsa-da. Gap yo'q, mashalloh. Nomer 1 deydi-ki. Akalar nomer 1lardan biri xudo olsa. Kelasizlar, ko'rasizlar, ustida savdosini bitirib ketaverasizlar do'stlar. Akalar mana. Bittalar ko'rib olaveramiz xudo olsa. Ilhom, hammasi simpatiya-da, simpatiya mana. Mana. Maydaroqlardan ham ishlab ko'rsatay mana. Simpatiya, yaltiroq. O'zi to'laydigan. Yarichka deydimi? Simpatiya, yaltiroqchalardi. Yo'q. O'zi to'laydigan xilidan. Bo'y bastlarni necha olamiz aka? Bo'y bastini o'lchamaganmiz, to'g'risida. 75 atrofida-da. 75 atrofida. 70ligi ham bordir. Masalan, 80ligi ham bordir ichida. 75 plus minus ana shunday. Bo'yini o'lchamaganmiz. Mana. Akalar ko'rib olaveramiz, xudo olsa bitta-bittalar. Men aytayapman-ku. To'qlini vobshe udarlari. Bular sal bir 5-6 oy emas, 2-3 oydan keyin. O'zi narxi 7-8 million bo'lib ketadi buni qarang. Sifatini qarang. Gap yo'q. Chotki narsa buni. Sifatiga, turishiga akalar alohida e'tibor berib qo'yasizlar mana. Sifatga e'tibor ber. Mashalloh. To'g'risida. Qo'yvaring aka. Buni men 6 million deb yubormayman. Bular kelishtiramiz. 6 million. Simpatiya-da, simpatiya. Ilhom, mana. Mana. O'zi tulaydigan xili, udar narsa. Udar narsa. Ko'rib olaveramiz akalar mana. Mana. Tulayapti. Udar narsa. Hammasi zo'r. Abbos aka narxini aytaylik aka buni. Narxini aytaylik. Narxi juda yengil qilib beraman. Qo'ydi bittalab ko'rsating deyapman-da. Mana, obunachilaringiz menga video qilib ber deydi. Mana ko'rsin, shuncha bittalab ushlab ko'rsataylik mana. Yasha. Mana. Qo'y, vobshe udar qo'yda. Nomer 1. Zo'r to'qli. To'qli ko'rib turibsiz. Gap yo'q, mashalloh. Ko'rib olaveramiz do'stlar, xudo olsa bir-biridan go'zal, bir-biridan udar to'qli qo'ylarimiz. Endi narxini obunachilarni kuttirmaylik. Narxi endi nima desam bo'ladi? Qo'yga nisbatan yengil bo'ladi. Mana shu to'qliga nisbatan yengil. Juda sifati boshqacha, mana 40 narsa o'zi ko'rib turibsiz. Yengil qilib beraman narxini. Yasha. Ilhom nima deyay? 5,5 deb yuboraymi? Yo'q, kelishtirib ayting. 5 dan pasini ayting. Yo'q, 5 dan pasi demang, Ilhom.
5 dan pastda deyapman. 5 dan pastdan kutib o'tiribmiz sizdan. Ha? 5 dan pastdan. Ilhom, ezilmayman, 5 milliondan beraman, gapga javob. 5 milliondan beraman mana. Simpatka, buni qarang. Nomeradin, super. To'g'liga gap yo'q, ha? O'tmaymizmi? 5 dan beraman, dastlab kim qilib beraman? 4,5 so'rab qo'ysanglar. Yo'q. Ha? 4,5, 48 dan ham bera olmayman. Yo'q. Ya, seriozno aytaman. Ha? Kelishtiring 5 dan tushib ayting. Ha? 5. Yo'q. 5 dan beraman O'zbekiston bo'ylab dastlabki. Kelishtirib Bo'lmasa ayting. 100 o'taman. 100 o'taman. Yaqin o'rtaga dastlabki qilib beraman bo'ladimi? 100 qo'shdim, 4 million 600 dan ketdi. Yo'q. Bir qo'lda dastlabkasi ichida. Yo'q, mayli, Ilhom to'g'ri kelmaydi, qo'yda. Aka. Ha? Olgan odam baraka topsin. Inshaalloh. Aha. Barakat topsin. Aha. Bizga u nima yo'q. Nima deymiz? Ha? Nima deymiz? Nech pul? 4 million 900 dan bo'pti, dastlabkilarni ham qilib beraman. May, savdolashyapmay. Bo'ldi, 48 dastlabki qilib beraman. Olsin mayli. O'tmaymizmi yani? Olsin, baraka topsin. Yo'q, endi juda yengil bo'ldi. Ha? Qo'yimga nisbatan 500 yengil bo'ldi, mana shu to'qliga nisbatan. Ha? Ko'rsating-da mana. Hammasi simpatka narsa-da. 4 million Numeradi. akalar 800 dan mana. Dastlabkilar O'zbekiston bo'ylab bir qo'lda Yana olganlarga. o'tsa yaxshi bo'lardi. Ha? Yana Yo'q. Ha? Xayri sunnatiga 5000 10 ming o'taman mayli, o'tmayman emas, Yana lekin 100 o'ting. yo'q, Ilhom, yo'q. Dangal berdim mana. 4 million 800 dan akalar O'zbekiston bo'ylab dastlabkilar ichida yog'ini o'zlaringizdan ustida savdosini qilaverasizlar. 20 bosh akalar. O'rgilib qolinglar, shunaqa to'g'ri qo'ylardan so'raganlar bor edi. Buni qarang. Ishlatmaydim. Simpatkada hammasi simpatka mana. Gap yo'q. Bu suyagi pastroq, Shoshib qolamiz, soni cheklangan.